Holati zo'r. Sizlarga 20800 ga 3 sotiklik Marg'ilon Yulduz Usmonova mahallasi Sinopdan shunday kirasiz, Bag'i Pekandan chiqib ketasiz. Uyda oldi keng, 2 xona uy bor, sizlarga 20800 ga. Pul zarur. Kirishimizga chap 10 qo'lga 2 xona uy solsa bo'ladi. Svetlar tushirib qo'yilgan, suv svet bor. Kanalizatsiya ham bo'lsa kerak. Mana uylarimiz holati. Remont qilib yashab tursa bo'ladi. 2 xona batda. Metta orqa tomoni bor uyda. Metta oshxona qilib tursangiz bo'laveradi. Lekin buzib tashlab uy solsangiz ham zo'r uy tushadi, lekin holati zo'r. 20800 ga sizlarga baraka qilamiz. Telefon qilaveringlar cho'chimasdan. Mana shunaqa yer uy so'raganlarga Marg'ilondan tashlab qo'yamiz. Narxi 20800. Bemalol telefon qilaverasizlar. Like, kommentariy esdan chiqmasin, podpiska tashlasan. Xudo xolasa, oz qoldi 1 minut bo'lishiga. 1 minut bo'lishiga sizlar bilan xayrlashamiz. Telefon qilinglar. Mana shunaqa Marg'ilondan so'raganlarga mana oldimizda 2 etajli uy qurishga. Batgam 2 etaj, 3 etaj qilib solsangiz bo'laveradi. Sog' bo'linglar.